Ma 5 kitapның bahası Kras Kırılıp Aralı 39 koy. Bu kitapның içinde Tarix Qağaz Hikayesi, Morfus Kanuni, Guyguzlu, İnsan Tabiatı Acılıklar, Landau. Man 5 kitap. İkincisi mana Kongbyo bunun qetlib Guyguzlu 36 tadbir, Sünzünün Harbiy İşlar Dasturi, ma 4 kitap Kras qetlib Aralı 54 koy. Xorvatning oila tarbiyasi degan ma kitap asli bahası 59 koy. Bu kitap 39 koy. Necha vaqtdan so'zlayotgan 4 klassik asarning ma davlatlik manbasi 22 koydilar. Yani 4 kitap raqaslanlı Kras qetlib 88 koy. Yaqtirdigan do'stlar, chuchuan kirib setib olsanglar bo'ldi, topamag'anlar men ayrimsiz ishini qilsanglar, hammalarga yo'llab beraman. Yana birisi Rockefellerning o'g'liga yozgan 38 bachqati. Bu kitapning asli bahası 36 koy. Seyir qaribdan setib olsanglar 24 koyga Kras haqsiz. Endi ma kitaplarning bahası kuchli deganlik haqiqatan shunday bo'ldi qaranglar. Kitapni qo'lingizga olganda ko'rsizlar, kitapning asli bahası zavqdan chiqqan keyin urildi. Yani kitapxona kirib setib olsanglar, keyinda qaysi bah bo'lsa shu bah setib olsizlar. Mesela ma Kongbyoning asli bahası 68 koy. Endi buningga ma 3 kitapni sovg'atga qo'shib turib 4 Krasla 54 koy. Ba'zida Krasni qimmatga deb qolmanglar, ishkirdan sog'an kitaplar bo'lgan keyin buning eg'irligi yuqori bo'lganligi uchun ba'zi 10 koy, 20 koy atrofida chiqadi, lekin umum bahasini hisoblasak bizga yenila arzon to'xtaydi. Mana shularga o'xshash o'z mazmunliq, lekin ba'zi arzon kitaplar lozim bo'lsa, meni go'njuk qilishni unutib qolmanglar. Rahmat.